Bergidin Hoş durağı öksümesin har Koyar söygen gülne bergidin Hoş durağı öksümesin har Şuma bəxet kiler əzəldi Bu yaşta yıllık aynidir Şuna bakıp kiler azaldı Bu yaşlık yıllık ayrıldı Yaman bulsun demez anılar Fakat kıyar perzekliğe Yaman bulsun demez anılar Fakat kıyar perzekliğe Tavlası değdi atılar Bazıda taş koyup köksüge Tavlası değdi atılar Bazıda taş koyup köksüge Aileden taralgan mihir Yurtudu alem bütkün Aileden taralgan mihir Yurtudu alem bütkün Ata kılsa söygüge təqdim Sadaqatke tolgan bir kümün Ata kılsa söygüge taqdim Sadaqatke bulgan bir kümün Yaman bulsun demez sanılar Fakat kıyar perzekliğe Yaman bulsun demez sanılar Fakat kıyar perzekliğe Tavlası değdi atılar Bazıda taş koyup köksüge Tavlası değdi atılar Bazıda taş koyup köksüge Asli niyetiniz yamanki sizning. Bo'lmasa, kiyimlarimni, tiqib qo'ygan pullarimni oqtirib yurmagan bo'lardingiz. Siz menga ishonmasangiz, bu yerda menga nima bor? Ha bo'ldi, men ketay. Menga ishondigan ota-onamning yeniga ketay. Men bezor bo'lib aran qoldim zodi. Uşluq qılmang. Hazır kim o yağan gap atqan? Men eriniz turib men kelish manbasi noma'lum pulni surishtirsam bo'lmamdiki? Mal egisida o'g'ri kuchuk deb nima uchun chanshaysiz? Kelish manbasi noma'lum pul? Ha. Bu pul mening bo'lg'achqa. Komandarga aylanib qopti deb bichara pullar. Tolu meni ahmaq qilman demangman zodi nadin kelgan pul, nadin kelgan? Voy nadin keladi? 20 yilning oldida opam beshingizga kun tushganda ishlatib qolasiz deb bergan. Qandoq? Kepingiz bormi? Gap yasmang. Opangiz pulni bankada qo'yamamdiki? Opamchi qarang. Azaldan bankaga pul qo'ymaydi. İşenmisiniz berib so'rab yiqil. İşenmayman. Mendan yoshiruncha pul saqlashdagi maqsadingiz nima? Mana. Ko'nglingizdagi gapni endi qildingiz. Siz menga azaldan ishonmaysiz. Şuna mən sizə işənməyəm. Bildinizmi? Günlərinin birində
Ма қарчаплап, мені харлап, ма өйден чықырып әссіңіз. Ма әз қетіп қалам екен деп тықып қойған шу. Özünle mutlan tadınla bala. Oy, benim kızım bakken o. Vay. Annem benim yakşı mı? Teşlik mı? 되게 더 Ay ay. Umda otadınla. to'xtam chiqilma Oy. Mukafat takat kalkışmamda. Nana, apam körüp kalmışsın dep tıkı olaydı atamsız kızım. Hatırcan bulunlar ballarım. Apanlarının özünün özüge yetidu. bu mukofot pul emas apa Hemsi bu nemi pul? sizning pulingiz apa Bu qandaqsek mening pulim bo'ldi. Mening pulim sizlarning o'yinlarni nima ish qildi? bu pulni siz nanoga saqlab qo'y deb bergan pulingiz apa Voy. Men qachon nana pul saqlab qo'y deb beribman bolam? Ой, тықып қой. Бешіңгі күн түшкенде ішілетіп қалса деп бәйген тұңғы апа. Ой, ұмытып қалдың ма? Ой, мені ялған қылып, ма Илдарны алды да, егі қартайды отамса. Ha. Oyey. Unutib qag'il tasli qaptimi? Ras, to'ydan eshib qolgan azroq pulni nanaga beshingi kun tushganda ishlatib qolasan bolam deb bergandim. Birdamda 3-4 oy bo'lib ketibdi shuningmi? Oyey. Ой, ұмытып қапса апа. Ha? 3-4 ай дейсің ғо. 20 yılның алдыды бәдің ғо. Ha, oyey. Tek tünegilli kolunu tutquzganda qıvatıdım. Şunug'mu birdamda 20 yıl bo'lib ketibdi qarang bolam. 3-4 oy deganim. Oyey, oyjon. Vaqt ajab tez o'tadi ekan ha bolam. ozroq ishim o'tyapti Ma'qul bolam, ma'qul. Üstünden kalma. Ata-ananın abroyunu yiyek uray demsen. Ha? Nereden taptın o pulunu? Yılıq Osman degen lükçekini algansa akçan. Senin kaynağından ägişip жүргөнү яман те lükçekini. Sen to'y qilding, ata-onangning obro'yini yeg to'kma degan gapimni unutib qolgan o'xshamamsan. Ha? Uyangdan bo'ron uchib turgan shu-kanda sening asli. Мамамı bildirmey taşlap ketken tursa özü. Oy, mening nima amalim bor? Bir kuni qaytirib berman deb tiqib qo'ygandim. Yolg'on gap qilma. O'zingning bir yer bo'sh. Bo'lmasa mening erim bor. Yo'qol, ikkinchi ko'zim ko'rnigicha olma. Bu sesiq pulni chekanga tangdib etib bermamsan, ha? Ma o'zimning peshonisini silib etmay turib, xalqning qizlarini o'xshatib yuribdiman. O'zimda bor, ma o'zimda bor.
Do'stlar kiyganni kiysin, do'stlar bag'ayaga basin deb dadang bilan tang turibdimi? Mana. Arang-sarang yad yurib, tug'an yering mana. Omdan bo'ldimi? Qanday olgan shu pulni? Nədimi olgansa, qanday olgansa, ha? Gap qila. Oy bamigan. Mushoyaga tashlab qo'yibdik-ya. Ne tashlab qo'yibdik-a? Hey, yüzü qilin. Aşı düşecekni mushaga boshlab keldingmi? Men nima rasvochilik deyman. O'sha ota-onaning uyida u luchak bilan qanday muntishib o'tgansan? Bizni nomusdan o'lsin demsiya. Men uni bu yerga boshlab kelmasam yo'q. Ben yüz qilini. Yüz qizarmay davatgan gapini qo'g'lab chiqarsang bo'lmamda. Qiziq qilgansan qo'pa. U nimga mening kuchim yetamda? Chiq ket desam, bo'lmasa ya. Beshig'i itpasan olmamdi. Abay dedim-ku. Nim qilishimni bilmay shu tiqib qo'ydim shu. Hey qapaqvash. Apa, mandaq ish bo'lib qoldi, qanday qilmay desang bo'lmamda, ha? Erimni tutqa uyga qaysi vijdoningni akirgansa, ha? Mushunda qilsang ilgirib olsamsa? Eringni oldida qora yuz olmamsa? Bayatdan seni oqlayman deb, menmi yolg'on gap qilib, bo'lmasa-ku, ikkimiz tang yevili yeksan bo'ldik. Mening mush qig'inimning o'zida bir nomussizlik. Başqa adam bo'lgan bo'lsa, yuzingga tüküretdi. Eringning oldida beshingni ko'tarmay qolding, rasvo bo'lding. Opam turib shunda qilsang bo'lamdi. Nomus qilmay davatgan gapingni qara. Ay, men eringning oldida, qaynopalaringning oldida oz depang chaldimmi seni? Nimishqa? Abroylik bo'layli. Qizim xalqning oldida beshini ko'tarib yursin deb. To'g'ri. Men sen tamoq etishni, uy tozalashni o'rgatmadim. Lekin vijdoningni sot demagandim-a? Bizning jamoatimizdan eriga xiyonat qiladigan ayol kishdek chiqib baqqani yo'q. Men qarchaplama apa. Men qachon vijdon setibdim-a? Qachon yo'ldoshimga xiyonat qilibdim-a? Kichigingdan boshlab, qizim, pulning mer issiq narsa, uning eziq turishiga uchrab, obro'ying to'kadigan ishni qilma degan gapim joyida qolgan o'xshaydi. Sen Ildar gapimizga ishondi demsa, onundan boshqa odam bo'lgan bo'lsa, allaqachon uydan haydab chiqardi seni. Beshi on emas uning. Yo'g'on gap qilma. Nemishqa begunoh eringni ayblaysan? Men uydan qo'g'lab chiqas, nega boraman deganni o'ylashdingmi? Agar shu qor kunlar kelib qolsa, men xalqning oldida seni nima debmi tushundirib, nima debmi aqlaman, ha? Meni yig'lab qo'rqitmaysiz. Men sizga shuni deb qo'yay, do'ppamga jidi solma deb ham xiyol qilmam. Agar opangiz bergan pul bo'lsa, u nima ish qilib mening pulim sizlarni uyingizga nima ish qiladi? Men nana saqlab qo'y deb qachon pul beribman deydi. Unutib qaptimi dedi-ku.
Buni sizmi aldingiz-ku? Siz tiqib qo'y. Bishig'i kun tushgan asqatib qoldi deb bergantingu deb opangizning og'ziga gap separdingiz-ku. Voy, esidan chiqib ketgachga, esiga tushsin dedim shu. Hey, siz 20 yilni oldida degandingiz, opangiz 3-4 oyning oldida deb aldamchilik qilib chandırib qo'ydi-ku. Og'zingizga beqib so'zlasiz bilamki, Eldar. Kim aldamchika? Ha? Kim aldamchika? Izzat atmay opamni aldamchilik qilyapti-da atamsiz? Siz Eldarning oldida meni yag'anchi qilib, "Ya qartay damsa" degandingiz, opangiz shu zamonli gapni o'zgartirib, inoqlisiga chapan yapti. Qag'i bolam oppoq, kirpi bolam yumshoq degan anlagan bo'ldingiz. Qizining kuyovning oldida ya qarab qilishni xolamaydi ani degan. Shu amalsizlikdan bo'lsin sizga chapan yapdi ashunda. Qarni oq ko'rsatishni biz aldamchilik demay, nima deymiz? Bu dunyoda faqat sizningla to'g'ri. Bizning xato. Menmi, opammi eski. Bo'ldimi? Ha? Bu cho'ng kichik aldamchilardan chek-chegiringizni tezroq ajirtdim. Bu misma bizning qarimiz sizga choplashib qolmasin. Men qiynapamni qari yuz deyolmayman. Chunki har qanday bir onaning qizining axloqsizligida azoblanmayganligini men ishonmayman. Lekin opangiz sizni mening oldimda rasvo bo'lib qolmasin deb shu azobli bir yo'lni tanladi. Siz gap o'ynatib, ushuqlik qilib meni yumishtiman deb o'ylamam. Men sizning ig'iringizni jiq ko'tarib keldim. Lekin men sizga shuni deb qo'yay, men Eldar siz o'ylaganda yumshoq bosh emas. Bu pulni kelish manbasi inog'imay qo'ymayman. Men qarchaplig'icha oldi bilan peshoningizni bir silib o'tib gap qilsangiz bo'larmidi? Silash hojatsiz. Chunki mening yuzimda qor yo'q. Tağınızın şirketidagi Nayna xonimlar surkab qo'ygan qirni qanchalik qilsangiz yub chiqirib yetamaysiz. Nim dedingiz? Qaysi Nayna xonimam deysiz? Qalaymiqan jo'liman. Men hech qachon saqqa odamni o'g'ir deb baqqanim yo'q. Siz ashu Nayna xonimlar bilan kecha kunduz oppoq chappoq bo'lib yursangiz gap yo'q. Uning so'riqini qilgan odam gunohkor bo'lib qolamdi-ku. Ha? Nereden çıktı bu gap? Nereden çıktı bu gap? Tamningmi qo'liqi bor deganni anglab boqmaganman. Men sizning gap so'rayapman. Nereden aldınız bu gapni? Deb bersam, yili chiqib, xalqning gilini siqab o'g'itdingiz. Deb bermayman. Deb bermayman. Men yaxshilik qilgan odamni o'tqishtirgan chiqimchi emasman. Bunda savolni mendan so'rag'icha, o'zingizdan so'rasangiz-chi? Men uy batırıp teşi qaraydigan vicdansız şallaq emas. Eğer siz bana qar chaplash orqali o'zingizni oqlashga urinsangiz, maqsadingizga hargiz yetolmaysiz. Guharni tosh qilaman deyish uchiga chiqqan ahmoqonalik. Men sizga qor chaplamdim, Eldar. Anlig'inimni da'vatime. Guharni taşqa aylandırıyotgan men emas, o'zingiz. Siz yolg'iz mangla emas.
Sizga mendek vafodor qizni tug'ib bergan sutdek oq onangizga qarchaplayapsiz. Sizning ko'nglingiz nima chiqarlab ketdi? Alpozingizga qaraganda Әтөгін тоғылған балымызғы мұ? Қарчаплап бақыдыға ұқсайсыз. Bo'ldi, bas. Bo'ldi. O'zimizni aqlaman. Kimning yolg'on gap qotqin? Naytda aniq qil. Senin balam. Oğul val degen gayretlik oladigan. Akang işkinlarni biraz qaridis qarab ketamsanlar. Osh nimani yemaydi? El nimani demaydi? Tashqi tekkan tuxum hamon cheqilib ketdi balam. Bu filmimizni pokizlikning elchisi cho'ng kichik